Bugun ijtimoiy tarmoqlarda har kuni minglab yangi akkauntlar paydo bo'lmoqda, ammo ularning barchasi ham haqiqiy insonlarga tegishli emas. So'nggi vaqtlarda soxta sahifalar orqali pul so'rash, shaxsiy ma'lumotlarni qo'lga kiritish, qalbaki aksiyalar va go'yoki xayriya jamg'armalari nomi bilan aldash holatlari ko'paymoqda. Ayrim hollarda esa soxta akkauntlar odamlarni qo'rqitish, obro'sini to'kish yoki ular nomidan boshqalarga yozish holatlari ham uchrab turibdi. Soxta akkauntlar asosan SMS kod, karta ma'lumotlari kabi maxfiy ma'lumotlarni talab qiladi. E'tiborlisi, bugunda soxta akkauntlarni turi va shakli ham ko'payib boryapti. Bu esa fuqarolar o'rtasidagi aldanib qolish holatlarini ko'paytirmoqda. Telegram profildan ma'lum bir fuqaroni aldab, turli xil usullarda bo'lishi mumkin. Bu usullar juda keng tarqalgan. Bunga bitta misol keltirib, Telegram profilda hozir keng uchrayotgan akam bo'lasiz degan Telegram profil mavjud. O'sha mavjud Telegram profilda fuqarolarga soxta xabar yuboradi. Dastlab o'sha tomondan soxta xabarda quyidagi mazmunda bo'ladi: tabriklaymiz, siz Cobalt avtomashina yutib oldingiz. Shu mazmunda bo'ladi. Bunga fuqarolar tomonidan ko'proq aldanib qolish holatlari keng uchramoqda. Ba'zilarga hozirgi kunda keng uchrayotgani o'zini boshqa bir shaxslarning pasport nusxalarini yoki fotosurat nusxalarini g'arazgo'ylik maqsadida qo'lga kiritib, go'yoki fake akkauntlardan xuddi shu shaxs ekanligini o'zlarini tanishtirib, pasport nusxasidagi shaxs ekanligini aytib, men shuman, siz onlayn o'yinda ishtirok etib, shunaqa transport yutib oldingiz degan mazmunda aldab, fuqarolardan pul tashlatib olish hollari keng uchrayapti. Eng muhim jihatlardan biri, bu turdagi shaxslar bilan hech qachon onlayn bilan video chatga kirishmaydilar va telefon raqamlarini bermaydilar. Faqatgina Telegram profilda yozishmalarni amalga oshiradilar. Mazkur holatlar bu turdagi jinoyatlar asosiy belgilari bo'lishi mumkin. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, soxta akkauntlar ko'pincha haqiqiy insonlarning rasmlari, nomi va hatto ovozini taqlid qilgan holda ham yaratilyapti. Ular o'zini yaqin do'st, davlat idorasi vakili, bank xodimi yoki xayriya tashkiloti sifatida ko'rsatishi mumkin. Mutaxassislar bunday holatlarda quyidagilarga alohida e'tibor berishni tavsiya qiladi. Asosiy so'rab qoladigan holatimiz fuqarolardan biror bir shaxsni shaxsan ko'rmasdan turib yoki ular muloqotga kirishmasdan turib pul mablag'ini tashlab bermasdan so'rab qolamiz. Mazkur holatlarda fuqarolarga qanaqa javobgarlik bo'ladi? Telegram akkauntlaridan foydalanib firibgarlik jinoyatini sodir etgan shaxslar asosan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasi bilan jinoiy javobgarlik vujudga keltiradi. Bu turdagi jinoyatlar asosan hozirgi kunda sodir qilinayotgan jinoyatlarning qariyb 30-40% tashkil etmoqda. Mamlakatimizda bu kabi holatlarni oldini olish maqsadida turli xavfsizlik choralari ko'rilib, tushuntirish ishlari olib borilyapti. Shunday bo'lsa-da, fuqarolarimiz e'tiborsizlik oqibatida firibgarlarga aldanib qolishyapti. Viloyatimizda ham kiberjinoyatchilikka qarshi kurashilyapti. Mas'ullar aholini bunday firibgarlardan ogoh qilish borasida qator chora-tadbirlarni olib borishmoqda. Aziz fuqarolar, agar siz shubhali akkauntdan xabar olsangiz, unga javob bermang. Hech qachon bank kodlari, pasport ma'lumotlari yoki karta raqamlarini yubormang. Darhol taqiq belgisini qo'yib, tegishli tarmoq ma'muriyatiga shikoyat qiling. Agar aldanib qolgan bo'lsangiz, bu haqda ichki ishlar organlariga yoki kiber xavfsizlik bo'limlariga murojaat qilish mumkin. Eslatib o'tamiz, haqiqiy davlat idoralari, banklar yoki tashkilotlar hech qachon ijtimoiy tarmoqlar orqali shaxsiy ma'lumot so'ramaydi.